Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi kunda bilamizki, hamma choraklik summativ baholashga o'tgan. Bunda ko'pincha ustozlarda muammo bo'lyapti. Har bitta o'quvchi uchun bittadan list chiqarish kerak. Undan keyin boyagi o'quvchilar 15 ta test ishlaydi. Har birini bittalab baholab, tekshirib chiqish kerak. Undan keyin boya CSB tahlilini qilish kerak. Mana shunaqangi muammolarni hal qilish uchun quyidagi veb-saytni ishlab chiqdik. Demak, birinchi o'rinda rahbariyat bo'limiga kirib ko'ramiz. Endi kirib olganimizdan so'ng bizda umumiy statistikalar kelib chiqadi. Foydalanuvchilar bo'limi bor bizda. Foydalanuvchilar bo'limida masalan o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Mana yerda rollardan o'quvchilarni o'zini alohida qilib olishimiz mumkin. Nechta o'quvchimiz bo'lsa, o'qituvchimiz bo'lsa, o'qituvchilarni alohida qilib olishimiz mumkin. Import bo'limiga o'tadigan bo'lsak, o'quvchini mana bu yerda tayyor shabloni bor. O'sha shablonni yuklab olib turib, buni ichiga keyin boyagi login parollarni, boyagi familiya ismlarini qo'yib chiqishimiz mumkin. Mana yerda o'zi tagida qo'yib qo'ygan. Mana shunaqangi tayyor sizlarga shablon qilib beradi. Keyin o'sha shablonni Excelga qo'yib yuklaymiz. Kelinglar masalan bitta o'qituvchinikini sinab ko'raylik. Men o'qituvchini shablonni yuklab olaman. Yuklandi. Mana bu yerda mana o'qituvchilar qo'yib qo'ydi. Birortasinikini yaratib ko'ramiz. Hozircha mana shu parollarni qo'ydim vaqtincha. Saqlab olamiz Excelni. Endi saytimizga o'tib turib, Excelni yuklashni tanlaymiz. Teacher shablon tanladim. Import qilishni bosdim. Bitta yangi yaratildi deyapti. Endi foydalanuvchilar bo'limiga o'taman. Mana yerda Musobek degan yangi o'qituvchi paydo bo'ldi. Keyin umumiy mana bu yerda hisobotlar olishimiz mumkin. Foydalanuvchilar haqida, test ishlaganlar haqida sozlamalari bor o'zini. Endi kelinglar boyagi ustozimizning nomidan kirib ko'ramiz. O'qituvchining nomidan kirish. O'qituvchi nomidan kiradigan bo'lsak, endi bizda quyidagi oyna kutib oladi. Demak, test yaratish bo'limi bor bizda, natijalar bo'limi bor. Undan so'ng esa CSB tahlil degan bo'limi bor. Demak, test yaratish bo'limiga o'taman. Masalan, matematika 3-chorak CSB deb qo'yaman. Mana bu yerga masalan 5-A sinfni tanlayman. Matematika bo'limini tanlayman, u fanlar bo'limidan. Tak, matematikani tanladim. Mana bu yerga matematikadan yoki bo'lmasa boyagi birorta PDFda tayyor bizga beriladigan shablonni yuklab olamiz. Masalan, hozir загрузка qanchada? Telegram ichiga kiraylik. Telegram ichiga kiramiz. Masalan, informatikadan demo CSV bor ekan, o'shani tanlaymiz. Aslida bizga masalan Wordda keladigan bo'lsa, Wordda boyagi o'sha berilgan CSVni olib olamizda, javoblarni olib tashlab turib, PDF variantda saqlab turib, mana bu yerda davom etish tugmasini bosamiz. Endi bizda quyidagi oyna kelyapti. Ya'ni sababi bizda masalan BSBda berilganda PDF variantda qaysi birdir bilish, qo'llash, mulohaza qilish deb bo'laklarga bo'lib beradi-ku. O'sha jarayonni qo'yish uchun mana shu narsani qilib qo'yganmiz. Ya'ni masalan kelinglar boyagi mana buni kirib ko'ramiz. Bizdagi boya test ko'ramiz. Tak, 10-sinfmidi? 11-sinfida. Mana CSB demoga keladigan bo'lsak, mana bu yerda demak bilish 13-savolda bor ekan. 3-savolda, 1-savolda bor ekan. Demak, 1-savol, 3-savolda mana bunga qo'llash qilamizki, 13-savolda bor ekan. 13-savolda bilish bor ekan. Endi yana ko'rib olamiz. Mulohaza 4-savolda bor ekan. Mulohaza 4-savolda ekan. Mana buni mulohazaga qo'yamiz. Keyingisi esa ikkinchisi 14-savolda bor ekan. 14-savolni mulohaza mana bu demak qo'llashga o'tadi. Davom etish tugmasini bosamiz. Mana o'zi bilishni qo'yib chiqdi. Mulohazani ham qo'yib chiqdi. Boyagi qo'llashni ham qo'yib chiqdi.
testni yaratish va yuborish deymiz. Boyagi javoblarni belgilamagan ekanmiz. Qaranglar, mana bu yerda keyin bizga tayyor kalit berilgan-ku. Mana shu kalitni qo'yib chiqamiz. D S B, masalan D S B, D S A A, D S A A, undan so'ng S D A A, S D A A, B A, undan so'ng esa B B tanlaymiz, davom etishni bosamiz. Yuborishni bosamiz. Mana endi test muvaffaqiyatli yangilandi. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, yangi testimiz bor. Mana faol turibdi. 5-A sinf uchun. Endi 5-A sinf uchun tayyor bo'ldi. Chiqish qilamiz. Birorta o'quvchimizni nomidan kirib ko'ramiz. Demak, o'quvchilar bo'yi login parollari qayerda edi? Masalan, Xulkar Abdullayeva, Ali 123, parol 1 2 4 5 6 7 8 ekan. Ali 123. Ya'ni o'quvchi nomidan kirdik. Endi kirgan paytimizda boshqa fanlardan ham boya testlar berib qo'yilgan. Demak, biz boya bergan testimiz mana bu edi. Matematika 1-orak CSB edi. Bosamiz ustiga, faol turibdi. Matematika 3-chorak edi mana. Endi mana bu yerda bizda mana tayyor savollar turibdi. Demak, birinchi savolni tanlaymiz, keyingisiga o'tkazamiz. Ikkinchi savolni o'qib ko'ramizda, kerakli javobni tanlaymiz. Uchinchi savolga o'tkazamizda, kerakli savol mana xohlasak o'quvchilar mana bunday kattartirib, kichraytirish mumkin. Mana bunday testni o'ziga moslab olib, kattartirib, kichraytirib, mana bunday yoqqa siljitib ko'rib olishi mumkin bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Testni belgilab ketaveramiz. Mana bu yerda o'zi yozib ketyapti. Qaysi biri qanaqa savol, tepada vaqt ketyapti. Belgilab chiqamiz. Masalan, shalasiga. Endi hammasini belgilab bo'ldik. Topshirish tugmasini bosamiz. Haqiqatan ham topshirmoqchimisan deyapti. Topshirishni bosamiz. Endi demak, 11,8 ball, 39,9 ketdi bu yoqqa. 40 talik testdan 11,8 ball to'pladi. 30% natija. Demak, bilishdan bitta to'g'ri, qo'llashdan ikkita to'g'ri, mulohazadan bitta to'g'ri. Dashbordga qaytish qiladigan bo'lsak, testlarim bo'limida mana bu yerda topshirilgan test tayyor chiqadi. Natijalarimga o'tsak, mana shu test qanday bajardi, nechtasi to'g'ri, nechtasi noto'g'ri o'quvchida ko'rinadi. Endi bundan chiqamiz. O'qituvchini bo'limiga kiramiz. O'qituvchi nomidan kiradigan bo'lsak, masalan, jami natijalar, test natijalar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, masalan, 3-orak deb yaratgandik. Kirib ko'ramiz. Mana bitta o'quvchimiz bajargan. Masalan, kerak bo'lsa bu o'quvchiga mana bunday qilib tayyor PDF faylda chiqarib qo'ydirib olishimiz mumkin. Mana PDF ga generatsiya qilishni bosamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana o'quvchi qanday Abdullayeva Xulkar 5-A sinf o'quvchisi qaysi kuni ishlagan, qaysi sanada, qaysi harflarni belgilagan. Asli mana ular demak noto'g'ri belgilagan bu harflarni. Mana bu ikkita to'g'ri. Demak, ballari qo'yilgan. Umumiy balli 40 balldan 11,8 ball to'plagan. Baho qoniqarsiz. Buni qog'ozga chop etib beramiz. O'quvchi, demak, o'qituvchining imzosi, o'quvchining imzosi qo'yiladi. Endi bu bo'limga qaytadigan bo'lsak, mana Excel ga yuklab olish deydigan bo'lsak, jami shu 5-A sinfdagi o'quvchilar ishlab bo'lgandan so'ng yoki bo'lmasa hozir mana shu bitta o'quvchi uchun ham mana tayyorlab beradi Excel faylda monitoring qilib. Ochib ko'radigan bo'lsak, mana hozir faqat Xulkarning o'ziniki tayyor, sababi 18 ta o'quvchi ro'yxatdan o'tgan. Xulkar masalan qaysi savolni to'g'ri bajardi, qaysilari noto'g'ri, mana qaysini bajardi. Mana bu Excel ga mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, foizigacha chiqarib beradi. Mana bilish, qo'llash, mulohaza hammasini foizigacha chiqarib beradi. Mana bu yerga tepaga fanini, sinfini, chorak bo'yicha summativ baholash deb turib, tayyor qilib monitoringini chiqarib berdi. Qolgan o'quvchilar ham ishlayversa, mana bu Excel variantni o'zi to'lib boraveradi. Jadval ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi.
CSB tahlil bo'limiga o'tib, xohlasak boshqacha variant kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunday qilib turib, mana Exceldan yuklab olishni bossak, bu boshqacha varianti bu. Bu faqat bitta o'quvchi. Boya qolganini kutib turuvdi-ku umumiy edi. Bunda faqat bitta o'quvchi qaysi javobni belgilagan, undan so'ng qaysilari to'g'ri, bilishdan nechtasi to'g'ri, boyagi hammasini mana bu yerda umumiy necha ball to'plagan, qoniqarsiz jami bu ko'rsatkichlarni ko'rsatib, mana yerda javoblargacha ko'rsatib beradi. Demak, bizning dasturimiz mana shu. Foydalanishni xohlasalaring bizga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.